Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Uyimni xuddi shunaqa zamonaviy ko'rinishga keltiraman deb yurganlarga bu tega xizmati bo'larkan. Qo'qonlik usta akalarimiz Farg'ona viloyatida, xudo xohlasa, Farg'ona shahrida tega xizmatini qilishib beryapti-ekan. Bu qanaqa bo'ladi deganlarga, qum, sement qo'shilgan rastvordan bo'larkan. Endi qolgan mahsulotlar bo'lsa, usta akalarimiz o'zlari biladi uni. Men faqat shu qum bilan sementdan qilishlarini bildim. Keyin usta akalarimiz xudo xohlasa mahsulotlarni ham o'zlari bir qator tekshirib, undan keyin zakaz berishar ekan. Mana ko'rishlari mumkin. Qumni ham 3 xil joydan olib kelishib, yaxshilab terishirishib ko'rishibdi. Keyin qumni o'zimga zakaz qilishdi. Xudo xohlasa qumlarni chiroyli qilib aytishgan qumdan olib kelib berdim. Bu qumimiz xudo xohlasa suvoqqa ham, shunaqa tega xizmatiga ham bo'laveradi. Shu KAMAZ mashinada olib kelib berdim, xudo xohlasa. Endi bu ichkaridagi jarayonga qaytadigan bo'lsak, tega xizmati xudo xohlasa akalarimiz vodiy bo'ylab yana telefon qilsalar ham xudo xohlasa kattaroq obyektlar bo'lsa boshqa joyga borib ham qilib berishlari mumkin. Xo'p, endi buni sifati qanaqa bo'ladi aka, garantiyalari qanaqa bo'ladi desam, uka bu juda bir sifatli, baquvvat pishiq bo'ladi deb usta akamiz aytyapti. Buni nima ushlab turadi, devorga qanday mahkamlaysizlar desam, akamiz hozir ko'rsatdi mana. Bu tomonda dubl miqlarni devorga qoqishibdi. Xuddi shunday dubl miqlar birinchi qoqib olib, keyin simlarini o'rab, chiroyli qilib chiqishar ekan. Mana hozir bir qator qilib liniya qilib tortib olgan, undan keyin zigzag qilib yaxshilab o'rab chiqar ekan. O'sha narsa nimani ushlab qolar ekan, xudo xolasa, rastvorni ushlab, tegani pishiq bo'lishini ta'minlaydi ekan, xudo xolasa. Endi hozirgi holati shu holatda turibdi. Bu hali yarim tayyor holati. Yana ham ustiga suyuqloq qilib bir qator ustidan yana yurganda yana silliq bo'lib, tiniq bo'lib chiqar ekan, xudo xolasa. Endi mana bunday Rim ustunlari sizlarda bo'ladigan bo'lsa, agar bu akamiz xonadon egasi sementdan quydirgan ekan, sementda xuddi shunaqa choklar, chiziqlar, bunaqa chiziqlar qolib ketar ekan. Agar sizlarda asbest turba yoki temir turba qandaydir ustunlaring bo'ladigan bo'lsa, usta akalarimiz har qanday gulni chiqarishib beralar ekan, xudo xolasa. Rim ustunini metrini 400 ming so'mdan qilib beramiz dedi usta akamiz. Tiyagani katta, kichik hammasi ichida bo'lar ekan. Misol uchun qaysidir kattaroq tiyaga bo'lishi mumkin, qaysidir kichikroq. Hammasi bir xil narxda hisoblanadi deyapti usta akamiz. Tiyagani narxiga keladigan bo'lsak, 1 metri 130 ming so'mdan qilib berdik bu xonadonimizga dedi. Xudo xolasa telefon qilsalaring yana ham chiroyli qilib kelishtirib qilib beradi usta akamiz. Vodiy bo'ylab doim qurilishni ichida yurganim uchun narx-navodan doim sizlarni xabardor qilib turaman. Qandaydir yangiliklar bo'lsa, xudo xolasa sizlar bilan bo'lishib borishga harakat qilaman. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, kanalimga podpiska bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa bundan ham qiziq videolar chiqarishga harakat qilaman. Fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Narxi yoki yana nimadir kamchiliklari bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib ketsalaring, keyingi videolarda to'g'rilab boramiz.